tushda sarroflik qilishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi sarrof olimni bildiradi. Agar bir kishi tushida sarroflik qilayotganini ko'rsa, ta'biri tush aytuvchining holiga qaraydi. Agar u taqvoli va dindor bo'lsa, dinga doir ta'birni tanlaydi. Agar tush aytuvchi o'qish, yozishni bilmasa, u hayronlikda qolgan kishi bo'lib, xurofot narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Kirmoniyning aytishicha, tushda sarroflik qilayotganini ko'rsa, odamlarning g'ibati va ularga xiyonat qilish bilan mashg'ul bo'ladi. Aytishlaricha, tushdagi sarrof xurofotgo'y kishi bo'lib, o'ziga ziyon keltiradigan narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Sarrof pul maytalovchidir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.